Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar. Mana bugun 8-iyun 2025-yil. Yana bir laboga Chiralburgon tuni kashfga aniq bo'ldik. Bu labomiz egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Paxta qishlog'i Yuksalish MFdan keldi. Bu laboni ichlariga bo'linish izolyatsiyalar qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu joyga konteyner taxtalar qo'yib chiqilgan. Har qanaqa torimizga kelgan zarbalar ushab qoladi. Pinaplexlar bor. Bu ham xuddi shu holatda itarib turiladi. Alt tomonda polni samolyot zaklopkalari ko'rinmaydi. Qop shunga o'xshagan narsalar ilmasligi uchun mo'ljallangan poli rezinkalar bor, uloqsiz listlari ham bor. Avval videolarda qo'yganmiz. Akkumulyator zashta qiladigan sonliqchalar bor. Mana bu akkumulyatorlarning ochiqda, yomg'irda turmaydi. O'sha narsani to'sib turadi. Arqon kuloch, agni shu tilsinga o'xshagan narsalar so'yarsa bo'ladi. Tepasiga ham bagajlar bor, alohida sotiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i. Svetofor yonida 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlaringiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.